Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bir holat bo'yicha jiddiy gapirmoqchiman. Xullas kalom, hozir kechki vaqt Tirnovga ketayotgandim. Maktabda oldida turaman. Ikkita yosh qiz kun botyapti, qo'lida ikkita telefon. Qiqirda marida kulib, tirjayib, irjayib o'tiribdi-da. Endi mana yerda vijdon degan, mana yerda o'rnomus degan narsa bor-da. O'rnomus degan narsa bu. Shunday jahlim chiqib ketdi. Gapirishga lekin haqqim yo'q. Ommaga gapirishga majbur bo'ldim. Ota-onalar iltimos sizlardan o'ylanglar, bu narsani juda ham fahm farosat bilan qilinglar. Qiz bolaga telefon olib bermanglar. Telefon olib bermanglar. Bu maktab vaqtidagi eng noxush vaziyat bu. Yosh qizga telefon nima kerak? Nima kerak? Uni telefonning ichida balo ham bor, hamma narsa ham bor. Bizaga o'xshagan davboyoblar ham bor. To'g'risida balog'at yoshiga yetgandan keyin birovni borib ro'zg'orga kirib olgandan keyin eri nima qilsa qiladi. Eri nimaga ruxsat bersa beradi. Bir erkakni qo'liga berib yuborguncha uni avaylab, asrab, kontrolda saqlash kerak. Erkak kishining or-nomusi ayolga juda ham ko'p bog'liq. Shuni bilib qo'yinglar. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Xato gapirgan bo'lsam, yoshlik qilib gapirgan bo'lsam, uzr. Telefon bermanglar qiz bolaga, o'g'il bolaga mayli, o'zga dunyo. Men hammani o'zini fikri, o'zini dunyo qarashi, o'zini puliga olib beradi. Prosta men bir narsani aytib o'tyapman. Hozir mana yerda holatga jahlim chiqqani uchun men shu narsani ichimni kuydirib, jonimni kuydirib aytyapman. Assalomu alaykum. O'z fikrlaringizni kommentda qoldiringlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bilmadim.